إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Odatdagidek suhbatimizni boshlashdan avval Alloh taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlari bilan ushbu majlisimizni turli xato va kamchiliklardan xoli bo'lgan majlislardan qilishligini, tarqalishligimizda esa Alloh taoloning ilm halaqalarini qidirib yuruvchi farishtalari bizlarga qarata: ey Allohning bandalari, endi sizlar o'rninglardan turaveringlar, vaholanki sizlarning gunohinglar endi kechirilindi degan majlislardan qilishligini so'rab suhbatimizni boshlaymiz. Odobnomadan qilayotgan darsliklarimiz masjidga kirishlik odobidan keyingi odob, namoz odobiga kelib to'xtagandik. Namozning islomdagi manzilati go'yoki insonning boshi jasaddagi manzilatiga kabidir. Chunki boshsiz tanada hayot bo'lmagani kabi namozsiz dinimizda din yo'qdir. Namozi yo'q kishining dini yo'qdir. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh bo'lgan hadisda baynar rajuli val kufri tarkus solah, kufr bilan kishi o'rtasidagi farq namozni tark qilishlikdir dedi. Al-ahdu allazi baynana va baynahum as-solah faman tarakaha faqad kafar. Biz bilan kofir va mushriklar o'rtasidagi narsa namozdir. Kim uni tark qiladigan bo'lsa kofir bo'ldi dedilar. Namoz mo'min kishining rohatidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal radhiyallohu anhuga arihna ya Bilal, ey Bilal, bizni bir rohatlantiring, azon ayting, namoz o'qib rohatlanaylik dedi. Namoz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi vasiyati. Oysha onamiz aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir narsa deb pichirlayotganini eshitdim. Ya'ni oxirgi nafaslarida nima deyotgan ekan deb darrov quloqlarimni lablarining oldiga olib borsam, as-sola va ma malakat aymanukum, namozga buyuraman va shu bilan birga qo'l ostinglardagi shaxslarning haq-huquqidan qo'rqishinglarga buyuraman dedi. Alloh subhanahu va taolo osmonda bittagina amalni farz qildi. U ham bo'lsa namoz. Boshqa haj, zakot, Ramazonda oyida roza tutishlik va boshqa amallarning barchasini yerda farz qildi. Buning o'zi ham namozning manzilati boshqa rukunlarning, vojiblarning manzilatidan ko'ra yuqoriroq ekanligini bayon qilishlikka o'zi dalil bo'ladi. Namoz hamma ibodatni o'z ichiga oladigan buyuk bir ibodatdir. Unda Allohning yolg'izligini bayon qilib, shirkdan qaytarishlik shahodat bor. Unda go'yoki haj kabi inson o'zining har qanaqa dunyoviy ishlarini to'xtatib qo'yib, badaniy ibodatga kirishlik bor. Va unda go'yoki zakotning ham bir ulushi bordaki, inson dunyoviy ishlarini mana shunaqa vaqtini sarflashlik bilan dunyoviy ishlaridan to'xtatadi. Bunda bir ro'zaning ham ibodati borki, behuda gaplarning gapirishlik, shariatdan ortiq bo'lgan amallarni qilishlikdan to'xtab turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man hafaza alayha kanat lahu nura va burhanan va najatan yawmal qiyamah va man lam yuhafaz alayha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan va kana yawmal qiyamati ma'a qaruna va
Fir'aun va Haman va Ubay ibn Xalaf dedilar. Kim namozni o'z vaqtida o'qib saqlab yuradigan bo'lsa, namoz unga nur bo'ladi, hujjat bo'ladi, qiyomat kunida najot bo'ladi. Kim namozni o'z vaqtida o'qimaydigan bo'lsa, unga namoz nur ham bo'lmaydi, hujjat ham bo'lmaydi, najot ham bo'lmaydi. Qiyomat kunida esa Qorun, Fir'aun, Haman va Ubay ibn Xalaf bilan bo'ladi dedi. Olimlarimiz aytgan ekanki, mana shu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyuk bir mo'jizasi borki, kimni mol dunyosi namozdan ovora qilib qo'yayotgan bo'lsa, u Qorun bilan bo'ladi. Chunki Qorun Alloh subhanahu va taolo shunchalik darajada Banu Isroildan bu kishiga mol davlat berganda, Qur'oni Karimda uning mol davlatini shunday sifatlaydi. Hatto tuyalar uning xazinasining kalitini ko'tarishlikdan qiynalib ingrab yuborardi. Bu xazinasining kalitini ko'tarishlikka qiynalishardi. Shunchalik darajada xazinalari ko'p edi. Dunyosini emas, xazinasining kalitlarini. Lekin u dunyosi bilan ovora bo'lib, Allohning toatidan dunyosi burib qo'yganligi uchun ham namoz o'qimagan odamlar dunyosi sababli vaqtim yo'q, ishim ko'p deyotganlar qiyomat kunida Qorun bilan birga bo'ladi dedi. Kimning mulki, mansabi namozdan ovora qilib turgan bo'lsa, u Fir'aun bilan birga bo'ladi. Chunki Fir'aunni Allohni tanishlikdan mulki qaytargan. Kimning vazirligi yoki boshliqligi Allohning toatidan qaytarib turgan bo'lsa, u Haman bilan bo'ladi. Haman hammamiz ham bilamiz, Fir'aunning o'rinbosari edi. Kimning tijorati, do'konni ochishligi yoki umumiy savdo sotiq tijorati namozdan burib turgan bo'lsa, u Ubay ibn Xalaf bilan bo'ladi. Makka mushriklaridagi eng katta savdogarlardan edi. Namoz islomdagi o'rni nihoyatda buyukdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avvalgi oxirgi vasiyati. Namozi yo'q insonning dini bo'lmagan buyuk bir ibodat ekan. Keling, namoz odoblarini o'rganaylik. Namozning eng birinchi odoblaridan namozga kelishdan avval chiroyli suratda bo'lishlik. Ya'ni o'ziga qarashlik. Chunki namozga turgan odam kimning huzurida turibman degan bir o'yni keltirmoqlik kerak. Agar biron bir martabali, hurmatli bo'lgan odamning oldiga boriladigan bo'lsa, albatta chiroyli liboslar va o'ziga qaralgan holatda inson u kishining oldiga boradi. Ammo podshohlarning podshohi bo'lgan, mulk uning qo'lida bo'lgan Alloh taoloning oldida turishlik undan ham yuqoriroq bo'lmoqlik kerakdir. Alloh subhanahu va taolo bunda Qur'oni Karimda buyurib, "Ya bani Adama xudu zinatakum inda kulli masjid." Ey odam farzandlari deb Alloh taolo nido qildi. Har bir namoz oldida o'zinglarning zinatlaringlarni olinglar. Zinatlaninglar dedi. Namoz odoblaridan ikkinchisi namozga xotirjamlik bilan kelishlik. Chunki namozning mag'izi namozdagi xushu hisoblanadi. Xushu huzu bilan namoz o'qishlik uchun odam shoshilmay, harsiramay, ohista holatda masjidga kelmoqlik kerakdir. Oysha onamiz aytadilar, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhaddisuna va nuhaddisuhu. Fa idha hadaratis salatu fa ka'annahu la ya'rifuna va la na'rifuhu." Uyda o'tirsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga gaplashib o'tirardik. Namoz vaqti bo'lib qoladigan bo'lsa, u kishi bizni tanimay qolardi, biz ham u kishini tanimay qolardik.
hamma narsani to'xtatib namozga iqbol qilib ketardilar. Alloh subhanahu va taolo najot topgan mo'minlarning sifatlarining avvalgisida namozlarida xushu bilan turuvchilar dedi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim xoshi'un. Namozlarida xushu bilan turgan mo'minlar najot topgan dedi. Xushu bilan turishlik uchun esa inson namozga xotirjam kelmoqligi kerakdir. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu namoz vaqti kelib azonni eshitib qoladigan bo'lsa, ranglari o'zgarib ketar ekan. Shunda u kishiga: "Ey Amirul Mu'minin, sizga nima bo'ldi?" desa, osmonlar u yerga ko'ldarang qilingan omonatni topshirish vaqti keldi. Osmonlar u yer uni ado qila olmay bosh tortgan, ammo odam o'z bo'yniga olgan omonatni topshirish vaqti keldi deb qo'yar ekan. Namozda xushu bilan turishlik o'zi nima? Ulamolar buni turlicha bizlarga ifodalagan ekan. Namozda xushu bilan turishlik har qanaqa ortiqcha harakatlarni tashlashlik, qalbi Allohga bog'lanishlik, tili zikrda bo'lishlik, a'zolari xotirjam bo'lishlik va ko'zi sajda qiladigan o'ringa qaratishlik. Mana ko'pchilik ko'zlarini namoz vaqtida har tomonga olib qochadi. Ba'zilar esa ba'zi narsalarni tomosha qilish bilan ovora bo'ladi. Bu xushuga olib bormaydi. Haqiqiy xushu qiluvchi namozxon ko'zi sajda o'rnida turadi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Ka'bada qamalda qolgan. Hajjojning qamalida qolgan. Hajjoj qon to'kuvchi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlagan. Abdullah ibn Zubayr bilan urishayotgan. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma chekinib Ka'baning ichida qamalda qoldi. Keyin chora qolmagandan keyin oxirgi holatini namozga burdi. Ka'baga qarab turib namoz o'qirdi. Ammo Hajjojning manjalik bilan otayotgan olovli toshlari Abdullah ibn Zubayrning o'ng, chap, oldi tomonga tushardi, ammo u kishi parvo qilmasdi. Mana bu haqiqiy xushu bilan turganlarning sifatidir. Namoz odoblaridan uchinchisi atrofga alanglamaslik. Oysha onamiz aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozda alanglashlik haqida, ya'ni u yoq bu yoqqa qarashlik haqida so'radim. U kishi aytdiki, bandaning namozidan shaytonning bandani adashtirishligidir deb aytdilar. Hadisni Imom Buxoriy va boshqalar rivoyat qilgan. Odamlar qiziqki, o'zlari ibodatda turganligini unutib ba'zan o'zi namozda turibdi. Boshqalarning namozini kuzatishadi. Xatosini topadi. Namoz o'qiyotgandik, faloncha bunday namoz o'qidi deydi. Ha, o'zingiz namoz o'qiyapsiz, falonchaning bunday namoz o'qiyotgan qayerdan ko'rdingiz? O'zingiz ham ibodatda turgan bo'lsangiz. Hozirgi kundagi odamlarning bir qattiq bir illat, qavs ichida odamlarda bir virus borki, o'zini aybini ko'rmaydi-da, o'zgalarning aybini ko'rib turadi. Buni mashayihlarimizning bittasi aytadi, hozirgi kundagi odamlar ikki qo'ltiqlariga ikkita uzoqqa chirog'i tushadigan katta chiroqni qo'yib olgan. Hammani boshdan oyoq sinchiklab aybini aytib o'tiradi. Agar o'sha chiroqni o'ziga qo'yganda edi, o'zidagi ayblardan u boshqaga qarolmay qolgan bo'lardi deydi.
Bu ayb ming afsuslar bo'lsinki, insonlarga hatto namozida ham ta'sir qiladigan bo'ldi. Namozda ham o'zi ibodatda turib, o'zgalarning ibodatini tekshiradigan yoyinki shuni sinchiklaydigan bir illatga uchrab qoldi. Namozdagi mo'min kishining holati atrofga alanglamaslikdir. 4-odobi, namozxonning 4-odobi ko'zni sajda o'rniga qaratishlik. Ko'zni sajda o'rniga qaratishlik. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, nima bo'ldiki odamlarga ko'zlarini namozlarida osmonga ko'taradilar dedi. Buni nihoyatda qattiq aytdilar. Hatto aytdiki, yo ular bu holatini o'zgartiradilar, yoyinki Alloh ularning suratlarini boshqa suratga, boshqa lafzida esa ularning ko'zlarini Alloh o'yib oladi dedi. Namozda xushu huzu bilan turishlikning asosiy sabablaridan bittasi ko'zni sajda o'rniga qaratishlikdir. Ko'zni sajda o'rniga qaratib turishlik bu namozdagi eng buyuk biz yo'qotib qo'ygan odoblarning biri hisoblanadi. Ba'zi kishilar sajda o'rniga, ba'zilari boshqa gapni aytishadi. Ya'ni ko'kragiga qarab tursin, qo'liga qarab tursin degan so'zlarni aytadi, lekin bunga dalil yo'q. Biz bilgan dalil sajda o'rniga qaratib turishlikdir. Har qanaqa holatda sajda qila olmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'rnini taqdirlab turib qarab turadi. Faqatgina ulamolar Ka'baning oldidagi turgan namozxonni qayerda qarab turishlikda ixtilof qilgan. Ka'baning oldidagi. Ba'zi bir ulamolar shunda ham sajda qiladigan o'rniga qarab turadi desa, ba'zilari Ka'baga qarasa ham bo'ladi degan ekan. Lekin bunda ham durustrog'i Ka'baga emas, sajda o'rniga qarab turishligidir. Chunki Ka'badagi tavofni ko'rib turib, uning xushusi buziladi. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kishi namoz o'qiydi, namozidan qaytganidan keyin unga ba'zisiga 10, ba'zisiga 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 va undan ham pastroq xushusiga yarasha savobini olaveradi dedilar. Ya'ni kim qanchalik darajada xushu bilan namoz o'qiydigan bo'lsa, shunchalik darajada namozining ajrini to'liq qilib oladi. Namozning odoblaridan 6-si shoshilmay namoz o'qishlik. Dunyoviy masalalarning hammasida ham shoshilishlik qoralanadigan bo'lsa, Allohning omonatini ado qilayotganda shoshilishlik rosa qoralanadi-da. Biron bir kishiga buni sanab oling deb 1 millionni bersangiz, 4-5 marta sanab oladi. Shoshilmasdan. Adashib ketmay deb turib. Alloh taoloning haqqi ado qilinayotgan vaqtda ham inson shunday shoshmaslik kerakdir. Usmon radhiyallohu anhu aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deyotganligini eshitdim. Qaysi bir musulmon farz namozga hozir bo'lsa-yu, tahoratini, xushusini, rukusini chiroyli qilib keladigan bo'lsa, gunoh kabiralardan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Bu hamma vaqtda mana shunday bo'laveradi dedi. Luqman Hakimning o'g'liga qilgan vasiyatida ya bunayya aqimus sola dedi. Ey bolaginam, namozni barpo qiling dedi. Namoz o'qish boshqa, namozni barpo qilish boshqa. Qur'oni Karimda biron bir joyida namoz o'qinglar deb kelmagan. Namozni barpo qilinglar deb kelgan.
namozni barpo qilishlik namozni xotirjamlik bilan o'tashlikdir degan ekanlar ba'zi mufassirlar. Namozni barpo qilishlik, namoz qaytargan narsalardan qaytishlik, buyurgan narsalarda amal qilishlikdir. Namozda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilaman, sendangina so'rayman deydigan bo'lsa, tavhid, shirkdan qaytishlikdir. Mast qiluvchi ichimliklar, harom qilingan oyatlarni o'qiydigan bo'lsa, mast qiluvchi ichimlik u kashandalikdan qaytishlikdir. Va hokazo, mana shunday namozning xushu-huzusini ado qilishlik namozni barpo qilishlik hisoblanadi. Ammo namozni o'qinglar degan hadisda ham oyatda ham kelmagan, o'qish boshqa, barpo qilishlik boshqa. Imom Buxoriy va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan mashhur hadis bor. Hadisu musii'us solat deb nomlanadi. Ya'ni namozini yomon o'qigan kishi degan atoq bilan bu mashhur bo'lgan hadisdir. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirgandilar. Bir kishi keldida namozini shoshilib o'qidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelib salom berdi keyin. U kishi salomga alik oldida, boring, namozni qaytarib o'qing, chunki siz namoz o'qimadingiz dedi. Hali kishi bordida yana avvalga qanday namoz o'qsa, shunday namoz o'qib qaytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom berdi, u kishiga alik qaytardi-da, siz qaytarib namoz o'qing, chunki siz namoz o'qimadingiz dedi. Bu holat 3 marta takrorlangandan keyin hali kishi aytdi, sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, men bundan ortiq o'qiy olmayman, namozni o'rgating menga dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar namozga kelsangiz xotirjam keling. Ba'zida namozga tursangiz xotirjam turing. Fotiha surasini o'qing va o'zingizga muyassar bo'lgan boshqa zam suralardan o'qing. Xotirjam rukuga boring va xotirjam rukuda turing va xotirjam rukudan boshingizni ko'taring va xotirjam tik turing. Xotirjam sajdaga boring. Xotirjam sajdada turing. Xotirjam sajdadan boshingizni ko'taring. Xotirjam sajda, ikki sajda o'rtasida o'tiring va namozingizning barchasini mana shunday qiling dedi. Bu yerda biz e'tibor beradigan ikkita nuqta bor. Birinchisi, shoshilib o'qilgan odamni namozini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz demadi. Namozingizni qaytarib o'qing, chunki siz namoz o'qimadingiz dedi. Ikkinchisi, o'rgating deganlarida xotirjam so'zini qayta har bir amalida xotirjamlikka buyurdi. Rabi ibn Husaym rahimahulloh mashhur obid olim tobiinlardan edi. Bu kishi shunchalik darajada turardiki, namozda hatto tong otib qolardi. Bir kuni bu kishining oldida bir kishi shoshilib namoz o'qidi. Shunda aytdi: "Ey birodar, bunchalik shoshib namoz o'qimasangiz, qancha yildan buyon shunday namoz o'qiysiz?" deganda, 30 yildan buyon dedi. 30 yildan buyon siz namoz o'qimabsiz. Robbingizdan bir hojatingiz yo'qmi so'raydigan. Allohga qasamki, men sajdada turganda hatto uyimdagi tuzimni ham so'rayman dedi. O'zi kechqurun chiqib olib, tomda avvalgi tomlar qanaqa bo'lganini bilamiz. O'sha tomda turib nima qilardi? Namoz o'qirdi. Olamdan o'tib ketganidan keyin qo'shni bola onasiga aytayapti: "Ona, qo'shnimiznikida turadigan haligi ustun nimaga yo'qolib qoldi" degan ekan. Shunchalik darajada ko'p turishlik,
xotirjam ko'p turishligidan yosh bolalar uni ustunda bo'ylar ekan. Hatto ba'zilar aytadiki, Rabiy ibn Husaym namozga tursa juda uzoq vaqt turardi. Uzoq vaqt turganidan boshiga qushlar ham qo'nardi deydi. Namoz odoblaridan eng asosiylari bu mana shu nuqtaiki namozni shoshilmasdan o'qishlikdir. Vaqtimiz bo'lib qolganligi uchun ham mana shu miqdorcha qanoatlanamizda, inshaalloh kelgusi jumada shu yerdan davom etamiz. Nihoyatda savollar ko'p ekan. Assalomu alaykum domla deb gaplarni boshlabdilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, oilamiz nomidan sizdan so'ranamiz. 73 yoshli 10 farzandning onasi, 40 dan oshgan nevaralari, oning opasi, 20 tadan ortiq evaraning momosi, Namozxon pokiza onamiz jon saqlash bo'lmida og'ir ahvolda yotibdi. Ko'pchilikdan bir duo qilsangiz debdi. Inshaalloh opamizning haqlariga duo qilamiz ham va Alloh taolo opamizning dardlariga shifo berib, shu evaralarini ham to'ylarini boshida o'zi boshqash bo'lishini o'zi nasib etsin. Va barcha bemorlarga ham Alloh shifo bersin. Xo'p, domla debdilar, biz ikki birodarimiz 100 mingdan pul berib bir birodarimizga bir sigir oling deb edik. Bolalaringiz sut ichsin degan edik. Hozir ularning aytganidan ham ziyoda bo'lib turibdi. Men sizdan va jamoatdan shu birodarimizning xonadoniga nur, barakat, fayz va rohat, qabul bo'luvchi ibodat, tinchlik, xotirjamlik, umri uzoq va barakatli, xayrli bo'lishini, qiyomatda Allohning qoshida yuzi yorib turishini nasib etishini duo qilamiz debdilar. Rahmat. Haqiqiy oshnalar mana shunaqa yordam beradigan og'aynichilik yordam berishlikda bo'ladi. Xo'p. Domla, shu savolga javob bersangiz, bizning qavmda haj amaliga borib kelgan katta kishilar yoshlarni haqorat qilishadi. Yana shu kishilar qo'shnilar bilan yaxshi emas. Qavmda o'zi katta turadi. Xo'p, hajning qabul bo'lishlik belgilarining eng avvalgisi-yu kattasi hajga borib kelgan odam avvalgi holatidan keyingi holati yaxshilikka o'zgarishligidir. Albatta har bir musulmon va xosatan mana haj ibodatiga borib kelganlar boshqalarga o'rnak bo'lmoqligi kerakdir. Boshqalarga o'rnak bo'lmoqligi kerak. Sal oldiroqqa siljisanglar deyapti odam ko'pligi uchun. Endi shuning uchun ham har kim aslida mo'min kishi unaqa ta'na qiluvchi, fahsh va shunday so'zlarni aytuvchi bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mo'min kishi ta'na qiluvchi, fahsh, munkar so'zlarni gapiruvchi bo'lmaydi degan. Bunaqa holatlardan qaytmoqlik kerak. Yana hajga borib kelgandan keyin inson o'zi o'rnak bo'lmoqlik kerak. Yoshlari kattaygandan keyin bo'lsa, yana ham o'rnak bo'lmoqlik kerak. Agar shu gapni shu safimizda agar shunday kishilar bo'ladigan bo'lsa, shu kishilarning barchasiga deb bilamiz. Xo'p, domla, kunlar sovudi. Ba'zi yangi namoz boshlaganlar har tahoratida ich tahorat qilib shamollab qoladilar. Tahoratdagi yengilchilikni aytsangiz debdilar. Xo'p, haqiqatan ham bu aytilishligi kerak. Har tahorat qilgan vaqtda ba'zilar o'ylashadi, hojatxonaga
qistab turmasa ham borishi kerak deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Hojatxonaga qistagan vaqtidagina boriladi. Va agar endi bu shariat bo'lganligi uchun ham ochiq aytaveramiz, hamma tushunishligi uchun. Yel chiqib ketsa ham borib yuvavermaydi yerga borib. Yel chiqib ketgan bo'lsa, quruq yel. Qo'l tahoratning o'zini olib qo'ygani o'zi yetaveradi. Har tahoratda boraverishlik shart emas. Ikkinchi yengillik, borgandan keyin har tahoratda istinjo, ya'ni kindik tagini yuvishlik shart emas. Uni hozirgi kundagi mana sotuvdagi nihoyatda yaxshi pokiza hojatxonaga xos bo'lgan qog'ozlar bor. O'sha qog'ozlar bilan tozalab qo'ysa shuni o'zi yetadi. Bu hamma mazhabda shuni yaxshi bilaylik. Voy, bu bizning mazhabda bunaqa degan masala yo'q. Xossatan mana bunaqa o'rinda agar har tahorat oladiganda yoki shu yoqqa borganda yuvaveradigan bo'lsa, u shamollashlik yoki shunaqa ziyon bo'ladigan bo'lsa, uni yuvmaslik vojib bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka, o'zinglar halokatga tashlamanglar deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida tahorat, ya'ni istinjo qilishlik 3 qismga bo'linardi. Birinchi qism kesak ishlatib ortidan suv ishlatardi. Ikkinchi qism kesakning o'zi bilan quritib qo'yardi. Uchinchi turi suvning o'zi bilan yuvib qo'yardi. Agar kunlar sovuq bo'lib, suv zarar bo'ladigan bo'lsa, hojatxona qog'ozi bilan quritib qo'yganning o'zi toza bo'laveradi. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Aksincha zarar bo'lib namozga kelmay qo'ygandan ko'ra bu kishi shunday qilgani vojib bo'ladi. Xo'p, bu xat juda bizga ko'p keldi. Mana o'qimoqchi bo'lgan xatimiz yana keldi. Assalomu alaykum domla. Tuya egiz tuqqan yili erkaklar uchun og'ir yil bo'lar ekan deb eshitdim. Shu gaplar to'g'rimi yo noto'g'rimi? Javobingiz uchun rahmat. Bu yerda yana shuna xatlar kelgan. 2 haftadan buyon uyali telefonimizga kelayotgan asosiy savol tuya 2 ta tug'ibdi. Avvalambor savol beruvchiga va alaykum assalom va barchalarga ham aytamizki, odam qachon Allohdan qo'rquv yo'qolsa, shunaqa hayvonlardan qo'rqib yuraveradi. Hayvonlardan qo'rqib yuraveradi. Hatto borib soyasidan ham qo'rqadigan bo'lib qoladi. Allohdan qo'rquv yo'qolgan odam hayvondan qo'rqadi. Tekshirib chiqing buni hayotda. Tuya 2 ni tug'ibdi. Men atay kecha kechqurun internetga kirib tuyaning tug'ishi haqida o'qib chiqdim. Tuya asosan 1 ni tug'ar ekan, ba'zan 2 ni tug'ar ekan. Bu tuya yaralgandan buyon shuna bo'lar ekan. 2 ni tug'ib kelar ekan. Domla tuya 2 ni tug'ibdi, bittasini yeb qo'yibdi. Ha, vitamin yetishmagandan keyin yeb qo'yadi-da uni. Tug'ibdimi, shunga tez xotinlar chalpak qilarmish. Tez cho'zma solarmish. Shunda nima bo'ladi u? Tuya kelasi safar 3 ta tug'adimi shunda? 3 ta tuqqanda nima bo'lardi unda? Kecha bir hoji akamiz aytdi, bizning sigirimiz 4 ta tuqqan dedi. Qarang, 4 ta tuqqan dedi. Shuning uchun ham bunaqa holatlarda tafaul va tashaum, shumlanishlikdan qaytarilganmiz. Ikkinchi bir savol beruvchi va shundan qo'rqib yurgan akalarimizga aytgan bo'lardim. To'ydagi urflarni-yu qaytara olmayapmiz. Ayollar olib bo'lishdi uni. Tog'ara-yu boshqalarni ola olmayapmiz. Irim-sirimlarni ola olmayapmiz. Ularni ham ular boshqarib olib bo'lishdi. Xo'p, yana 40 payshanba yil u narsalar yo'q desak, u yoqqa borib ularni ham olib olishdi. Hamma narsani olib olishdi. Endi diniy narsalarga ham ular aralashib imomlikka shu ayollar chiqib olmasa bas endi. Shuning uchun ham bunaqa narsalarga mutlaq ko'ngil qo'ymang. O'sha Turkistonda biron bir chiroqchining uyiga odam kam kelib qolgani uchun ham chiqarilgan gap bo'lsa kerak bu narsa. Tuya 2 ta tug'ar ekan.
u tuya haqidagi tuyachilarning ma'lumoti avval ham tug'ib yurgan ekan. Tug'aversin, 2tadan, 3tadan, 4tadan tug'sin. Ilohim diyorimizga barakot, xayrlik, yaxshiliklar bo'lsin. Tuya 2ta tug'sa yil og'ir bo'ladi degan narsa bu dinimizdagi eng katta xurofot bu narsalar. Xo'p, bibim og'ir ahvolda kasalxonada yotgan, iltimos duo qilsangiz debdilar. Xo'p, bu ko'pchilik ayollarning savoli, payshanba va juma kunlari kir yuvsa bo'ladimi? Ko'pchilik ayollar payshanba, juma dam olsa kerakda kir yuvmay. Kirni har kuni yuvsa bo'laveradi. Har kuni tirnoq olsa bo'laveradi. Har kuni ovqat pishirsa bo'laveradi. Bunaqa hamma bu xurofotlar qachon inson yo sof din bilan yuradi, yo xurofot bilan yuradi. Qaysi o'rinda ilm ko'tarilib ketadigan bo'lsa, shu yerga xurofot ko'payib ketadi. Shuni yaxshi bilaylik. Ilm qayerda turadigan bo'lsa, shu yerdan xurofot, bid'atlar yo'qoladi. Hozirgi telefonlarda aziz kitob va oyatlar bor, shu haqida fikringiz debdilar. Bunaqa xuddi buni ulamolar shunday qilishgan. Qorilarning qalbida ham nima bor? Qur'on bor. Ular ham nimaga kiradi? Hojatxonaga kirishadi. Ularning qalbida qoladi. Xuddi uyali telefonning fleshkasida qolganga o'xshash bu narsa. Tushunarligi? Bu mening gapim emas, ustozlarning gapi. Biz 4 yildan buyon farzand ko'rmayapmiz. Shu sababli bugun juma ko'pchilikdan bir duo olib bersangiz debdilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga solih farzandlar bersin, duo qilamiz inshaalloh. Og'riq, tishlar deb sarlavha qo'yib, to'yda osh va aroq tortilishini bilib turib Qur'on Karim oyatlarini oldindan o'qiyotgan birodarlarimiz haqida nima deysiz? Xo'p, to'liqroq va aniqroq to'xtalsangiz debdilar. Hurmat va ixlos bilan ashaddiy muxlislaringiz. Ashaddiy qilib aytib berish kerak-da buni. Ba'zi bir domlalardan qasdi bor bu kishiniki. Bunaqa domlalardan bizni ham qasdimiz bor. Qur'on Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Shu kalomning o'zida mast qiluvchi ichimlik nima qilingan? Harom qilingan. Mast qiluvchi ichimlik harom qilingan oyatni mast qiluvchi ichimlik ichiladigan o'rinda o'qishlik nima hisoblanadi? Qur'onni masxara qilishlik hisoblanadi. Agar bir ota farzandiga bu ishni qilma desa, qilma deb turgan joyda bola shu kishining ko'z oldida, otasining ko'z oldida shu ishni qilib tursa, meni masxara qilyapsanmi demaydimi? Agar ota meni masxara qilyapsan deydigan bo'lsa, Allohning kalomini masxara qilinadigan o'rinda o'qishlik mumkin emas. Shuning uchun ham masxara qilingan o'sha domlaning o'ziga birinchi gunoh shunga bo'ladi. Ana undan keyin shuni berayotgan odamlarga bo'ladi. Shuning uchun ham biz yo musulmonchasiga mana o'tib mustaqilligimiz olganimizga necha yillar bo'lib ketdi. Endi qo'yaylik bu o'sha davrlardan qolib ketgan to'ylarni, o'sha qizlarning o'sha millatlardan olingan oq kiyimlarni endi qo'yib, o'zimizning hech bo'lmasa milliy urf-odatimizdagi kiyimlaru shu milliy bobolarimiz qilgan to'ylarga o'tadigan vaqt endi keldi, mast qiluvchi ichimliksiz ham. Shuning uchun ham unaqa joylarda o'qilinmaydi. Domla birinchi o'qib oraylik deyayotgan bo'lsa, domlalar yaxshilab eshitib olsin. Shu yerda bir hiyla bo'layotganini bilsinda o'qimasin. Keyin bu odamlarga ham qiziq. Rost to'yni shunaqa mast qiluvchi ichimlik bilan o'tkazyapsizmi? Qur'on o'qib nima qilasiz? Qur'on o'qib nima qilasiz? Mana shuna desak, keyin boshga tepa boshlaydi, ura boshlaydi. Unday bo'lsa nima bo'lar ekan deb. Bu to'y emas, ehson emas. Chunki ehson Alloh roziligida bo'lishi kerak. Alloh roziligida mast qiluvchi ichimlik qo'yilmaydi. Xo'p, kelin salom berish haqida engashishlik. Kelin salom bu ota-bobolarimizdan kelayotgan urf-odatlardan. Shu kelin salomni rukuchalik engashmaydi. Boshini ozroq egadi, salom beradi, shunda bu odob bo'ladi. Ammo rukuchalik ta'zim qilishlik bu qaytarilgan. Ibodat bo'lib qoladi. Agar inson tahoratda
mahsiga masx tortsa-da, keyin uni yetsa, tahorati buziladimi yoki oyog'ini yuvishi kerakmi? Agar mahsini yechadigan bo'lsa va darrov oyog'ini yuvib oladigan bo'lsa, tahorati buzilmaydi. Insonga molning har qanday qoni tegsa tahorat buziladimi yoki tekkan qon bilan namoz o'qisa bo'lmaydimi? Savolingiz uchun, javobingiz uchun rahmat debdilar. Savolingiz uchun ham rahmat. Agar shu qon bo'lsin, boshqa najosat bo'lsin tegsa, shu yerni yuvorishlik bilan keyin namoz o'qiyveradi. Tushunarlimi? Tahorat buzilmaydi, ammo kiyimi nopok bo'lib qoladi. Yel chiqqanda sir tahorat buziladimi? Sir tahorat buziladi albatta. Va tahorat qilib bo'lgandan so'ng niyat qilganda esidan chiqsa nima bo'ladi? Jumhur ulamolar niyatni tahoratdan avval qilishlik kerak degan. Hanafiy mazhabida u shart emas deyilgan. Lekin albatta niyat ibodat bilan odatni ajratib turadigan amaldir. Xo'p. Ba'zi bir ixtilofiy masalalar aytilibdi, buni o'zimizdan kelib so'ranglar. Sigaret va nosvoy tahoratni buzadimi? Shu to'g'risida aytsangiz. Bu o'tgan jumada aytdik buni. Sigaret va nosvoy, chunki ba'zi odamlar jumaga sigaret va nosvoy chekib keladi debdi. Jumaga tahoratni buzadi. Chunki u ikkovi ham pokiza narsa hisoblanmaydi. Agar pokiza bo'lganida masjidning ichida ham chekib o'tiravergan bo'lardi. Alhamdulillah, Alloh taolo o'zining uylarini bunday nopok narsalardan saqlab qo'ydi. Bir yildan buyon bir birodarimiz kasal yotibdi, duo qiling debdilar. Xo'p, nihoyatda savol ko'paygan. Telefonda ekstra balans olish haqida tushuntirib bering debdi. Mana shu bilan to'xtaymiz. Ekstra balans telefondagi ayni riboning sutxo'rlikning o'zi hisoblanadi. Uning o'rniga borib o'zingizlar savolinglar. Ekstra balans olmang, chunki u ayni nima? Sutxo'rlikning o'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zidan foiz so'ragan har qanaqa qarz u nima? Sutxo'rlikdir degan. Xo'p, boshqa yurtlarda mazlum akalarimiz bor ekan, duo qiling. Tuya masalasi debdilar, buni aytdik. Bir birodarimizni ham bir operatsiya bo'lmoqchi ekan, duo qiling debdi. Amin, alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ey Robbim, sening go'zal ismlaring, oliy sifatlaring bilan so'raymiz. Bizlarning qilayotgan duolarimiz, toat ibodatlarimizni o'z dargohingda qabul qil. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zing kechir, mag'firat qil. Dunyo va oxiratimizning yaxshiligini ber. Oxiratimizni obod qil. Yashab turgan dunyoyimizni obod qil. Borar joyimiz bo'lgan oxiratimizni obod qil. Xonadonlarimizdan iymon va amali solih bilan o'tgan ajdodlarimizni rahmatingga ol. Ota-onalarimizdan rozi bo'l va ularni o'zing rozi qil. Farzandlarimizga insof va tavfiq ber. Farzand so'rayotganlarga solih va soliha farzandlar ber. Ilohim, ko'pchilik mana so'rabdi sendan shifoni. Ilohim, barcha shifo so'raganlarga, yer kurasidagi barcha bemor yotgan musulmonlarga o'zing shifo ber. Dardini beribsan, shifosini ham ber. Tezroq saqayib saflarimizga qo'shilib ketishlikka tavfiq ber. Ishlari yurishmayotganlarning ishlarini o'ngidan keltir. Ko'targan qo'llarimizni o'zingdan o'zgaga ko'tarishlikdan o'zing saqlagin. O'zingdan o'zgaga bizlarni muhtoj qilib qo'yma. Musofirlarimizning safarlarini bexatar qilib, iymon amali solih bilan qaytishlarini o'zing nasib et. Ilohim, boshlarimizdan yog'ayotgan bu qorlarni rahmat, ofiyat, barakot, xayrli qilib, kelgusi yillar uchun barakot bo'ladigan qorlardan qil. O'zingga shukr qiluvchi bandalardan qil. Notinch bo'lib turgan xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni ber. Mazlum yotgan boshqa diyorlardagi birodarlarimiz bor ekan, ilohim ularning boshlaridagi zulmni o'zing ko'targaysan. Tezroq xonadoniga qaytib kelishini, oqlanib qaytib kelishini o'zing nasib et. Bu yerda qancha qo'l ko'tarib sendan umidvor bo'lib tilaklarini ayta olmay turganlar bor. Biz bilmasak ham sen o'zing barchamizning qalbimizdagini biluvsan. Barcha shu niyatlarini senga
izhor qilib tilaklarini bildirib turganlarning niyatlarini qabul, murodlarini hosil qil. Ilohim, mana qo'llari bo'shab ibodatga kelgan qancha namozxonlarimiz bor. Saflarimizda jumaga endi kelganlar bor. Ilohim, ularni o'zingning toatingda polvon qil. Ilohim, ularning qalblarini namozga och. Ilohim, o'zingning toatingda barqaror qil. Faqatgina qishda emas, yozda ham, bahorda ham, kuzda ham Robbisi ekanligini ularning qalblariga jo qil va masjidda doimiy 5 vaqt namoz o'qishlikda qalblarini sobit qilib qol. O'sha akalarimizga ham qadamlaringlar xush kelibsizlar Allohning uyiga. Mana shu bosib kelgan qadaminglar bilan ilohim jannatga kirishinglarni Alloh nasib etsin deymiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya rahmatulloh.